Bugun sizlar bilan mana shu turdagi ajoyib atirgulli yengimizni qanday qilib modellashtirishni o'rganamiz. 60 ga 60 material olib, mana kasoyga buklab oldik. Keyin asosimizni mana bu yerdan tirsakdan sal teparoqdan chiqamiz. Uzib olmasdan. O'rta qismini mana bu buklov joyiga qo'yamiz. Bu yog'ini ochib chiqamiz. Buloqlar bilan qistirib olamiz. Endi cho'qqa tashlab bichib chiqamiz. Mana bu joyini tikamiz. Andozamizni bichib olgan nusxamizni bu yerdan tikdik, tegini tikib oldik va mana bu joyini tikdik. Endi buni og'daramiz. Og'darib manekenga kiydirib ko'ramiz. Mana yengimiz tayyor bo'ldi. Juda ham ajoyib chiqdi.